Bu yerda kabinet endi men ko'p o'tirmayman o'zi. Bu asosiy kabinetingizmi? Qat'iy Yo'q, menda asosiy. asosiy degan narsa yo'q. Men uchun unaqa bitta o'tiradigan bazaviy joyim yo'q. Men unaqa o'tiradigan odam emasman-da. Kamdan kam ofisda o'tiraman, tez-tez uchrashuvlarni hal qilaman, ketaman keyingi ofisga. Polni obyektlarda yurasiz. O'shaning uchun kompyuterim ham yo'q, umuman kompyuter ishlatmayman. Vizitkam yo'q. Nima kompyuter ishlatmaysiz? Men kompyuter Notebookingiz ham yo'q. Bor, notebookim ham ishlatmayman. Hech qachon, chunki yordamchim bor, bu yerda ham, Energyda ham nima savollar, nima xatli emaillar kerak bo'lsa, o'zi aytib turishadi. Umuman kompyuter ishlatmayman. Vizitkam ham yo'q. Faqat telefon. Faqat telefon, hattoki telefonlar yig'ilib ketsa, uchrashuvdan chiqib, bir xillarda 5 ta, 6 ta, 7 ta muhim telefonlar qo'ng'iroqlar qolib ketadi. Chiqdimmi majlisdan, o'tirib telefon qilmayman hech qachon. Mashina bor, krossovkam turadi, krossovkani kiyaman, piyoda ketaman. Yo'lda yurib, naushnikda gaplashib ketaman.